Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Fuqarodan kelgan savol quyidagicha: nomimga begona shaxs noqonuniy kredit rasmiylashtirgan. Ammo bank qarzdorlikni mendan undirmoqda. Yangi qabul qilingan qonunchilikka ko'ra, firibgarlikka uchragan shaxslardan qarzdorlik undirish to'xtatilar ekan. Tartibini tushuntirsangiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2026-yil 21-yanvardagi 3759 davlat raqami bilan ro'yxatdan o'tgan nizomga asosan kredit tashkiloti nomiga noqonuniy, ya'ni frod holati bo'yicha firibgarlik yo'li bilan rasmiylashtirilgan kreditlarni surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qarori yoki sud ajrimiga ko'ra fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan taqdirda, ya'ni foiz va kredit undirish bank tomonidan jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan shaxsdan undirilmaydi. Bunday holatda kredit tashkiloti jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan shaxsning ko'rsatgan kredit, ya'ni bank kartasi yoki u ko'rsatgan hisob raqamiga undirilgan pullarni o'tkazib beradi. Ushbu vaziyatda kredit tashkiloti, ya'ni frod holatini sodir etgan aybdor shaxsdan ushbu qarzdorlik, foiz, jarimalarni regress tartibida undirish bo'yicha fuqarolik sudiga da'vo ariza kiritishi mumkin. Yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.